Luka bayan qilgan xush xabarning 4-bobni o'qishni boshlaymiz. Hazreti Aysa'nın sınılışı. Hazreti Aysa muqaddas ruhga cho'mib, Yardan daryosidan qaytib kelgandan keyin muqaddas ruh uni cho'l bayavonga elib bordi. Hazreti Aysa u yerda 40 kun shayton tarafidan sinaldi. U jarayonda hech narsa yemadi. Bu vaqt to'shqanda uning qo'sig'i toza oshgan edi. Buni bilgan shayton uningga: "Agar sen rostinla Xudo o'g'li bo'lsang, moshu toshni nonga aylantirib ye" dedi. Hazreti Aysa uningga javoban: "Tavratda inson faqat non bilan yashamaydi deb yozilgan" dedi. Shayton yana uni egiz joyga chiqarib, ko'zni yumib ochqicha uningga dunyodagi barliq davlatlarni ko'rsatib: "Agar menga sajda qilsang, mana bu davlatlarga hukmronlik qilish huquqi va shon shavkatlarning hammasini sana taqdim qilaman. Chunki bularning hammasi menga topshirildi. Men uni kimga berishni xohlasam, shuningga beraman" dedi. Hazreti Aysa javob berib mundaq dedi: "Tavratda Rabbinglar bo'lgan Xudoga ibodat qilinglar, faqat uningga xizmat qilinglar" deyilgan. Andın şeytan Hazreti Aysa'ni Yerusalimga elib bordi ve merkezi ibadatxonaning eng egiz joyiga chiqarib mundaq dedi: "Xudo o'g'li bo'lsang, mushu yerdan sakrab boqina. Chunki Tavratda Xudo ferishtalarga seni qo'g'dash to'g'riliq amr qilgan. Putingning toshlarga urilmasligi uchun seni qo'llarida tutib oladi deb yozilgan emasmi? Tavratda Rabbinglar Xudoni sinab beqishga bo'lmaydi debmi yozilgan" dedi Hazreti Aysa. Şeytan her xil usulda Hazreti Aysa'ni sinab azdır olmagandan keyin uni vaqtliq tashlab ketib qoldi. Hazreti Aysa Jaliliye ülkesinde. Hazreti Aysa muqaddas ruhning kuch qudratiga cho'mgan holda Jaliliye ülkesiga qaytib keldi. Uzun o'tmay uning nomi shu atrofdagi rayonlarga tarqaldi. U ibodatxonalarda kishilarga ta'lim berib, ularning maqtishiga sazovar bo'ldi. U o'z yurti Nasra shahriga kelib, dam elish kuni odatdagidek ibodatxonaga bordi. U o'ri turib muqaddas yozmalarni o'qimoqchi bo'lganda, ibodatxona xizmatchisi uningga Yashaya payg'ambarning yozmasini berdi. U uni ochib, mono oyatlar yozilgan yerni tepib o'qidi. "Xudoning ruhi mening vujudimda. Chunki u meni kambag'allarga xush xabar yetkazishga tanlab, kuch qudrat ato qildi. U meni tutqunlarga ozod bo'lisizlar, qarg'ularga ko'ralaydigan bo'lisizlar deb jakolashga avatdi. Xudo meni ezilganlarni erkinlikka erishtirishga, Xudoning xalqini qutqizish vaqtining yetib kelganligini uqtirishga avatdi." Hazreti Aysa yazmini yipib ibodatxona xizmatchisiga qaytarib bergandan keyin ta'lim belgili o'tadi. Bütün ibodatxonadagilar ko'zlarini uningdan uzmay qarab o'ltirishdi. U ko'pchilikka: "Sizlar anglagan bu oyat bugun amalga oshirildi" dedi. Buni anglagan ko'pchilik uning yaxshi gapini qilishdi va uning mehr shafqatlik so'zlariga hayron qolishdi. Biroq ba'zilar: "Qandoq gap? Bu Yusufning o'g'li emasmi?" deyishdi. Hazreti Aysa sözünü davamlaştırıp: "Sizlar cho'qim manga, ey tevib, avval o'zingni saqayt" degan tamsilni eslatib, Kapernahum shahrida yaratgan mo'jizalaringdan xabar topdik. Endi o'z yurtingdimi biror karomat ko'rsatmamsan demoqchi bo'lyapsizlar. Biroq shuni bilib qo'yinglarki, hech qanday payg'ambar o'z yurtida hargiz qarshi elinmaydi. İlyas peygamber vaqtida uda 3 yıl 6 ay yağmur yağmay, İsrailning hamma yerida qurg'oqchilik yuz bergan bo'lib, u yerdimi acharchilikda qolgan nurg'un bechora tul ayollar bor edi. Biroq ular Xudoni rad qilg'ashqa, garchi İlyas peygamber Yahudi bo'lsa-mu, ularning hech qaysisiga yordam berishga avatilmagan. Aksicha, Sidon viloyatining Sarapet shahridagi Yahudi emas hilqi tul ayolg'alar mo'jiza ko'rsatishga avatilgan. Yana shuningga o'xshash, Elisha payg'ambar zamonida
İsrail'de muhu kesiligi giriptar bolğanlar nurgun bolsumu, lekin ular Xudani rad qılğaşqa, Elisha payg'ambar hilqi Suriyalik Naman ismliq Yahudi emas kishini saqaytishqa avatilgan dedi. İbadetxonadagilar bu so'zlarni anglab, uning Xudo andislarga emas, balki Yahudi emaslarga mehr shafqat ko'rsatdi demoqchi bo'lganligini bilib, darg'azabga keldi. Hammasi o'rnidan turishib, Hazreti Aysoni yer ustiga qurilgan bu shaharning sirtiga haydab apirib, yardan jiqitib o'ltirmoqchi bo'lishdi. Biroq Hazreti Ayso kishilar orasidan bemalol mengib chiqib ketdi. Hazreti Aysoning jinlarni haydab etişi. Hazreti Ayso Jaliliya o'lkasining Kapernahum shahriga qaytib bordi. U yerda Yahudilar dam oladigan shanba kunlari ibodatxonaga berib, xalqqa ta'lim berib turdi. Uning ta'limini anglaganlar hayron qolishdi. Chunki u Xudodan kelgan alohida huquq bilan ta'lim berdi. İbadetxonada jin chaplashgan bir kishi bo'lib, uningdagi jinlar: "Ey Nasralik Ayso, biz bilan koring bo'lmasin? Bizni yo'qotmoqchimisan? Men sening kimligingni bilaman. Xudo avatgan muqaddassan", deb vaqirab ketdi. Biroq Hazreti Ayso uningdagi jinga buyruq qilib, "Og'zingni yum, bu odamning tenidan chiq", dedi. Jin heliqi odamning kishilar oldida jiqitib etib, uni hech nima qilmay tenidan chiqib ketdi. Buningdan hayron bo'lgan ko'pchilik bir-biriga: "Uning so'zlari nima degan kuchli? U darvaqa jinlarga buyruq qilish huquqi va qudratiga ega ekan. Jinlar rostini chiqib ketdi", deyishdi. Shuningdan keyin Hazreti Aysoning nomi shu atrofdagi rayonlarga taqilib ketdi. Hazreti Aysoning nurg'un kasallarni saqaytishi. Hazreti Ayso ibodatxonadan chiqib Simonning uyiga borganda, Simonning qiynonasi kasal bo'lib, qizitmasi o'rlab qolgan edi. Shunga ular Hazreti Aysodan uni saqaytib berishni o'tinib so'radi. Hazreti Ayso kasal ayolning yeniga berib, uning qizitmasining yenishini buyurdi. Qizitma shu an yenib ketdi. O ayol darhol o'rnidan turib, ularni kutishga boshladi. Kun petish vaqtida kishilar har xil kasallarni Hazreti Aysoning oldiga elib kelishdi. Hazreti Ayso ularga qo'lni bir-birlab tekkizib qo'ygan edi, ular saqayib ketdi. Kishilarning tenidan chiqqan jinlar: "Sen Xudo o'g'li", dedi. Chunki ular uning qutqazg'uchi Masih ekanligini biladi. Biroq Hazreti Ayso bo'lsa, ularni ayblab, ularning gap qilishiga yo'l qo'ymadi. Tong otganda Hazreti Ayso shahardan chiqib, tinch bir joyga ketdi. Ko'pchilik uni izlab yurib, oxiri topdi va uni ketkizmay o'zlari bilan birga turg'izmoqchi bo'lishdi. Lekin Hazreti Ayso ularga: "Boshqa shahar yezlarga berib, Xudoning podshohligiga doir xush xabarni tarqatishim kerak. Chunki Xudo meni bu xizmat bilan avatgan", dedi. Shuning bilan Hazreti Ayso Yahudilarning har qaysi rayonlaridagi ibodatxonalarda ta'lim berdi.